Qaydasan hech kelmaysan, kutaman og'rinaman. Bilmaysan-da bilmaysan, sevaman sog'inaman. Imron ijro etdi Nodirbek Hayitov. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Erkak yashar, yosharar agar xotin mehribon bo'lsa. Marhamat, bizda mehribon xotin qissasi. Ko'ramiz. Hozir. Voy. Yana ichib kelyapsizmi? Tezroq kiring, qo'shnilar ko'rmasin, eshitmasin. Kiring ichkariga. Eshikni yoping. O'zbekcha gapiring. Siz ham bir haqiqiy erkakka o'xshab erkakning ishini qilsangiz bo'ladi-ku. Mana bu vannadagi suvchi bir oydan beri oqib yotibdi, pastdagi qo'shni ustimizdan jekka yozib tashlagan. Lekin bitta ham chora ko'rishmayapti. Sizni deb indamasdan ana qilib turibman. Ha, xo'p bo'ladi deb turibman. Qachongacha shunaqa yashaysiz, a? Qachongacha? Men sizga gapingizga tushunmadim. Boring, kiring, uxlang, damingizni oling. Charchatordingiz meni, charchatordingiz. Qachon men bir baxtli yashar ekanman, haqiqiy erkak bilan tinchgina mazza qilib yashar ekanman. Boring, kirib yoting. Mana bu. Ey, yiqaling. Charchab ketdim. Ey Xudoyim, qachon menga bir baxt berasan, haqiqiy erkak bilan mazza qilib qachon yashayman, a? Qachon qarasam men shuni ichgan, qo'shnilarning oldida sharbanim chiqib ketyapti. Men bu yerda shuncha qiladigan erkakning ishi bor, lekin bizniki faqat ichadi. Odam bo'lmay ketgur. Hozir. Voy. Nima bu ahvol? Kiring ichkariga tezroq, kiring. Voy, baqirmang dedim, baqirmang. Erkak, nimaga ichib keldingiz yana, a? Nimaga ichib keldingiz? Shunchalik ham pulingiz ko'payib qoldimi, a? Pulingiz ko'payib qolgan bo'lsa, oldin uydacha ta'minlab qo'ying, tushundingizmi? Men bu bitta ko'ylagim, ikkita bo'lgani yo'q. Faqat xizmatingizni qilgan. Qachongacha sizni o'rningizni hamma ishni men qilishim kerak, a? Bir bola qilib qo'ygim keladi. Men bu yerda erkakning ishini qilib yotibman, men bu yerda. Erkakning ishini qilib yotibman. Qachon odam bo'lasiz, a? Qachon odam bo'lasiz? Voy, men sizga gapiryapman. Sizga tegib ro'shnolik ko'rmadim. Bitta ko'ylagim, ikkita bo'lmadi. Odam bo'lmay keting, xo'pmi? Boshqalarning erini qarang, siz o'zingiz ahvolingizni qarang. Erkakdan farqim qolmadi meni. Tushunyapsizmi? Erkak bo'lib ketdim men. Hamma ishni o'zim qilaman. Shu kerakmi menga? Otim uxlashini qo'rilishini bitimni qo'ysam-da, voy. Odam bo'lmay keting, tushundingizmi? Ketaman onamnikiga shunaqa qilaversiz. Sizga gapirdim nima? Men bu devorga gapirdim nima? Odam bo'lmay ketgur. Shuncha uyda qiladigan ish ko'p, bu kishi uxlagan, ichgan. Erkak bo'lmay ketgur. Yana ichib kelgan. Qachon odam bo'ladi, a? Bu erkak zoti qachon odam bo'ladi, a? Qachon bir erkaklik vazifasini qiladi bu erkak zoti? Men sizga gapiryapman. Men charchaganman.
charchaganman. Nima ish qilib charchadingiz? Charchaganman. Nima ish qilib charchadingiz? Ichib charchadingizmi? Ulfatlaringiz bilan yurib kelib charchadingizmi? Bitta ish qilib qo'ydingizmi charchaydigan? Nima qildingiz? Men charchaganman. Charchaganman. Qanaqa erkaksiz, ha? Erkak bo'lib shuncha ish turibdi, bittasini ham qilganingiz yo'q, bittasini ham. Mana bu qo'shnilarcha kelib janjal to'polon qilib mamlaqa qilib tashladi, bilasizmi? Charchab ketdim hali u qo'shni bilan, hali bunisi bilan urishaverib. Charchaganman. Charchagan bo'lsangiz-chi, aytaymi endi nima qilaman? Hozir ko'chaga chiqaman-da, haqiqiy erkakni olib kelaman. Sizga ko'rsatib qo'yadi, haqiqiy erkak nima ish qilishini ko'rsatadi. Rakovinani qanday tuzatish kerakligini ko'rsatadi. Boshqa ishlarni ham ko'rsatadi. Sizga uyatmasmi? O'rnomi sizga tegmaydimi? Boshqa begona erkakni olib kelsam, a? Alam qilmaydimi sizga? Ey! Bilganim charchaganman. Ha, qilaman bilganimni. Shu paytgacha qilmadim, ana endi qilaman. Endi o'zingizdan ko'ring, tushundingizmi? Siz meni hal bilmas ekansiz. Ketdim. Hoy! Bu domda haqiqiy erkak bormi? Haqiqiy erkak bormi? Yashaydimi bu domda? Hoy, kim bor? Ha opa, chaqirdingizmi? Hoy, erkakmisiz? Ha bizda erkak. Arog'ingiz bormi? Ha yo'q, aroq ichmayman, pivo ichaman, bosh og'riyapti. Kecha rosa aroq ichganmiz opa. Voy, buni qaranglar, tavba qildim. Hey. Hoy, sizchi? Akamga paxmili sherik kerakmi? Zaksga yaxshi bo'lsa chiqaman. Bodring bormi, sho'r bodring? Ichadigan odamni erkak deb o'ylaydi bila. Ayyo, unaqa bo'lsa men bezovta qilmaylar. Men kerak emas, ketdimmi? Qo'shni katta gapirishmasa, o'tgan safar ham yutgandim. Katta gapirmang bo'lmasa. Mana shu ketishim bo'lsa, men Javohir Sindorovni ham yutaman. Katta gap. Lekin homiy topilmadi-da qo'shni. Nima deb o'ylayapsiz meni? Yuring, 2 soatdan beri o'ylaysiz. Qarang, o'ylamasdan yuraman. Chunki bilasizmi nimaga? Ko'rdingizmi? Otda yedim. Yo'q. Ana Karib Kasparov bor. Ha. O'shalar agar men shaxmat maydoniga chiqqanimda tan berardi. Hoy! Sizlarchi? Ya, ziyofat bormi? Ha? Hozir tugataylik. Haqiqiy erkakka ziyofatmi? Bo'ldi, chiqamiz hozir. Tugataylik, chiqamiz. Voy, bularni qaranglar. Erkakmisan desa, darrov ichishi nazarda tutadi. Ya, bo'lmaydi. Mayda chuyda ishlarga ovora qilmang. Bizlarga bosh og'riqqa kerak, bosh og'riqqa. Odam bo'lmaydi bular. Hech qachon odam bo'lmaydi. Kecha rosa ko'p bo'lgan. To'g'rimi qo'shni? Bunda ko'p bo'lgan, menda yetmay qoldi. O'sha uchun qolyapti. Qara qo'shni. Qara. Ha, opa, tinchlikmi? Erkak so'rabsiz? Nima, siz ham erkakmisiz? Ha, endi uyda hamisha o'zim qilsam. Kreditlarni to'lasam, rasxodlarni qilsam, bozorlarni qilsam, o'zim bo'laman-da erkak. Yo'q, siz uyda hamma ishlarni siz qilasizmi? Ha, endi ering erkak bo'lmagandan keyin o'zing qilar ekansan-da, hamma ish qilaverib erkak bo'lib ketar ekansiz. O'zi nima ish qilish kerak? Erkaksirab qolibsiz. Bir oydan beri o'yimda santexnik qiladigan ish bor edi. Qila olasizmi shuni? Ha, ungami? Uni o'zim ham eplayman, hozir chiqib turibdi. Ha, bo'ldi, chiqing. Qazlar nima bo'lsa ham ushbu epizodimizda er nimaga kerak deganlar ko'rib qo'ymasa ish qiladi. Bu chollar yomon chollar, o'tgan momoyni poylar. Bu nabiralar yomon nabiralar, bobodan qutulish yo'lini poylar. Marhamat, bizda chol va nabiralar qissasi. Ko'ramiz. Tayyormisizlar o'zi? Hayajonlanmasdan. Har bir istagimga chorasini topgan, menga tosh otganga nos kadisini otgan bu mening bobomdir. Bu mening bobom. Azizlar, Akula Kulformatsion dasturi efirda. Endi esa 120 yoshga kirgan bobomizning qanday qilib 120 yoshga kirgan sirlarini ochiqlab beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tabarruk qo'llaringiz bilan Assalomu alaykum. ko'rishib qo'ying. Ishlar. Yaxshimisizlar? Rahmat. Sirlarni Sizlarni ochamiz.
Ha, 120 kiribsizlar bo'larsiz. 120 yoshga bu oddiy narsa emas. Buning siri nimada? Bobongizning 120 yoshga kirish sirini aytsangiz. Marhamat. Sabablaridan biri shu giyohlar deb o'ylayman-da. Bobomga mana shu Tianjan tog'laridan, Pomir tog'laridan o'zim borib giyohlar terib kelib berganman. Zomin tog'laridan shu choy qilib damlama qilib ichirardik. O'sha deb o'ylayman. Ana. Yaxshi bo'ldi eslatgani, yaxshi bo'ldi bunda. Mana shu giyoh deganda, yolg'on bo'lsa ayting. Rost. Yolg'on bo'lsa aytinglar. Men shaxsan o'zim 3 marta Xitoyga borib, o'sha Tibetdan ana bu kal tabichalar bor-ku. Ana o'shalardan toza giyohlardan olib kelganman. Keyin 2 marta yolg'on. To'g'ri. Yolg'on bo'lsa, borib Xitoydan o'sha tabibdan Blogermi bu? Blogermi? Operatriz. To'yda syomkasidan qil dedim senga. Vayn emas. Xullas, o'sha yoqqa borib, o'sha Tibetdan giyohlarni olib kelib, buvaga damlab ichirganmiz, Xudoga shukr. Endi bilasizlarmi, bobom bolaligidan shu sog'lom turmush tarafdori edi. Shu men mana 40 yoshdaman, bobom 118 yoshda shunday sakrab turib, shunday shpagat tashlaydi. Ha, bo'l. Paganni qilmayman. Bobom qilgan ishni qila olmaysan. Ha, qilaman, uni ish qilolmayman. Xullas, butun mahallaning kampirlarini havosi kelaydi shpagat tashlaganiga. Keyin yana bir sirlardan biri bobom misol uchun cho'milgilari keladi-yu. Oddiy vannaga dush qabul qilmasdi. Qirg'izistonga suvga olib borib cho'miltirib kelganman 2-3 marta. Mana. Mana yolg'on bo'lsa aytinglar, yolg'on. Rostmi? Men o'zim shaxsan bobom sal bellari olib qotganday bo'ldi. Balam cho'tanetto dedilar. Qora dengizga borib o'zim o'sha yerda namakobday sho'r suviga 2 marta cho'miltirib tuzatganman, Xudoga shukr. Keyin shu qora dengizni o'zidan, dengiz mahsulotlarini shunday yaxshi ko'raydilar. Qizil baliq, faril baliq, qisqichbaqalarni zo'rlardan, sakkizoyoq deydim, saralardan olib berib, delfinni tumshug'idan 6 soatlik qaynatma sho'rva qilib berganman. Biqinidan olib baliqlarni anaqasidan shashlik qilib berganmiz, Xudoga shukr. Yolg'on bo'lsa, Rost. Bilasizlarmi, yana sal bobom irimchiroq edi. Irim ham qilaydi. Qora dengizga bordingiz buva, O'rta Yer dengiziga bordingiz, Issiq dengizga bordingiz, Orol dengiziga bordingiz. Bir O'lik dengizga ham bir olib boray buva desam, "Yo'q, balam, qo'y O'lik dengizga borib o'lib qolmay" deb irim qilibdi buva. Bir kun bo'lgan voqea bu. Bir kun bobom bilan dachaga chiqdik Chorvoqqa. Razan zakaz qilganmiz. Talab turdik, shu quyosh ashara chiqyapti tongda. Bobom aytdilar, "Shu bugun" dedilar. Bir madaniy hordiq olmoqchiman Elbek dedilar. Meni keyin nima qildi? O'sha yerda o'ziga bitta tug'ilgan kunni, bobom tug'ilgan kunni paftor yana bitta qilib yubordim-da. O'zi yanvarda edi. Keyin yana bitta fevralda qilib yubordik. Men nima qildim? Bobo dedim, Luiza Rasulovanni chaqiraman. She'r ayta bir, madaniy hordiqda. Bobom aytdilar, keyin bir o'yin kulgi qilaylik Elbek dedilar. Bo'pti dedim, kim chaqirdim? Shahlo Ahmedovani chaqirdim. Ana endi shov bo'ldi-yu, dahshat. Sevinch Ismoilovani chaqirdim o'zimga. Bir qo'shiqlarni yaxshi ko'raman-da. Ana endi bayram, ana tadbir. O'shanda bobom aytdilar, duo qilganda 15 yilga yoshardim dedilar. Ana shu tarafi yaxshi edi, shu gapingiz bo'lib uzr. Yolg'on bo'lsa, rost. Bobom haligi yosh haligi Juvonlarni qandaydir suhbat qilishni yaxshi ko'rardilar. Ko'ngil yoziladi. O'shalar eshitib Shaxmat o'ynardilar. moralni haligi Dam olaydi. ya'ni yosharardilar-da. O'zimiz necha marta suhbatga bordik. Qancha suhbatlardan o'tganlar, Xudoga shukr. Endi bu aytdim-ku, sog'lom turmush tarzini yaxshi ko'radi. Massajni yaxshi ko'radi. Har hafta massajga boradim, aytdim, bu massajga borib ovora bo'lmaydimi? Tailanddan 2 ta tayski massaj qiladigan zo'r qizlar olib keldim. Bir kuni hali asalli massaj, bir kuni yana bir bola massaj. Xullas, nima bo'lsa hamma narsani badanga surtaydi o'sha qizlar. O'shani ham ta'siri bo'lsa kerak 120 ga kirishiga. Keyin shovni yaxshi ko'rardilar. Elbek bir shov ko'raylik dedilar. Yuring bobo dedim. Bunyodkor stadioniga Jennifer Lopesni konsertiga bobo. Shunaqa tomosha qildilar, shunaqa tomosha. Buni eshitmaysizlar, quloq ketgan-ku dedilar. Bu qo'shiq aytmayotganligi yomon o'yin ekan. Kim? Bom o'sha yerda bir tish qildilar, yolg'on bo'lsa ayting. Rost. Rost. Bom aytdilar, qanchaga keldi dedilar menga. 3 million dollarga kelibdi. Shuncha pul olib, ikkita papling ko'ylak qilib qo'ymabdi-da dedilar. Yana bitta gap. Bom bor-ku. Araqni ham, tillarni ham tozasini ichaydilar.
bir marta borku Qibray desalar, Qibrayga zavodga olib borib shu bochkantaydan shilankani ulab berib turib buvimga beraydik. Ko'paraylar borku Samarqandni Samarqandga olib borardik. Shunday simirib ichaydi. Ki viski, konyak, vinolarni shu Fransiyadan, Gretsiyadan, haligi Gruzinda nima edi vinosi? Gruzin chacha. Ha, ana shu chachalarda eng sarasini Xudoga shukr olib kelib bergan saralarni ichaydilar. Ishtaha anshinaydi, umrini oxirigacha to'xtatmagan. Yo'q bo'lsa. Rost, bilasizlarmi? Lekin bu ham borku o'sha chacha, fransuzski bir nima viskilardan ko'ra o'zimizni Parkentda baklashganlik musallasini rosa yaxshi ko'radi. Milliy mahsulot deb qoqaydi. Ha, o'shaning ta'siri bor, ha. Qo'l bo'ladi. Ha, har doim og'izlarini pidregar kelib turardi, lekin bir kun bobom juda xursand bo'ldi. Qatortolga bordim bobom. To'g'ri tushunmaylar, bular qilmagan ishni men qildim-da. Qatortolga olib bordim. Sportivniy magazin bu, o'sha Qatortol ko'chada, o'ng qo'lda. Ana shunda, ana shu kirdik, bitta italyanskiy krossovka oldim. Sportivkani oldik, futbolkani oldik. O'zi ham bir $1000 kiyim qilib berdim bobomga. Keyin bizda sog'lom turmush tarzi. 115 yoshdan keyin yana sog'lom turmush tarzida qaytdilar bobom. Ertalab meni uyg'otardilar, badan tarbiyasi yugurardi. Men o'sha o'ylaymanki, o'sha yugurganlar ancha umrlarini uzoq qildi deb o'ylayman. Lekin zo'r bo'lgan. Lekin oxirgi paytlar bobom ko'p qattiq kasal bo'lgan. Bilasizlarmi? O'sha men shuni so'ramoqchiman. Shuncha e'tibor, shuncha boshga ko'tar, shuncha parvarish, shuncha, lekin 120 yosh kamida bobongiz bu parvarishdan keyin borki 150-200 yoshga kirishlari kerak edi. Buncha e'tibordan keyin. Lekin 120 yoshda o'tib qoldilar. Endi sababini men aytay. Yolg'on bo'lmasa ayting. Ya rost. Rostmi? Xullas, sababi hajat ko'payib ketdi, o'sha keyin ko'tara olmaydi, o'zimiz o'ldirib oldik. Nima deyapsiz? Qamalib ketamiz-ku. Yaxshi ham aytibman, men intervyu olib bir repetitsiya qilay deb. U jurnalist ommaga olib chiqadi. Eshitadi, hamma qamalib ketamiz-ku. Sariq tovuq somon sochar, o'z orqasini o'zi ochar deydi. Jurnalist esa qamalib ketamiz o'tirishda. Qamalib ketamiz. Mana bunaqa deymiz, qaranglar mana. Bobom domda yashardilar-da 118 yoshdan keyin domga ko'chirdik bobom. Komfortga o'rganganlar. Keyin shu zinadan yiqilganlar, shu yomon yiqilganlar, shu yelka mana shu aralashib ketganlar, suyaklar. Endi to'g'risini aytay, sizlarga gapni ochig'i, buvam yoshliklaridan shu gazetadan ham, radiodan ham, televiziyadan ham ko'rsatganda ko'p o'qirdilar, ko'p ko'rardilar va mushuklarni bu qancha tepadan tashlasang ham haligi 4 oyoq bilan tushadi, tirik qoladi derdilar. Keyin shuni bir o'zlari tajribadan o'tkazmoqchi bo'ldilar-da, 10-chi etajga chiqib haligi santoq qilib tashladilar yerga, bir jetib tushdilar. Bobom oxirgi gaplarini menga aytib ketdilar. Elbek dedilar, ha desam. Shu mushukda aytganni qilganni qilma degandilar. Ana shuni kulmasdan aytamiz jurnalist. Jurnalist deganda kulmasdan aytsak bo'ldi. Jiddiy. Kulgan joy kesib tashlasang, jinni. Ha. Kim mo'ylovga ham ehtiyot bo'l dedilar. Dada. Ha? Jurnalistlar keldi. Keldimi? O'g'lan yo'llarga bitta milisa bor. Hurmatli bobojonlar, uzoq umr ko'rishni xohlayapsizmi? Unda nabirangizga mehr bilan yana ozgina mehr qoldiring. Yaxshi xotin erini boyitar, yomon xotin erini yo'ldan toyitar. Xullas, bizning qahramonimiz opajonimiz qosh qo'yaman deb ko'z chiqardi. Marhamat, u qanday chiqardi birgalikda ko'ramiz. Dadasi, siz rosa qiynab qo'yishibdi-ku, qarang ozib ketgansiz. Sanatoriyaga dam olgan kelganim yo'q, xotin, gapingni qara. Qiyinlab yo'q. Sharoit og'ir. Qarang, sochlaringiz ham to'kilib ketgan, bitta ham sochingiz yo'q, oldin sochi sarbonniki deydi dadasi. Endi unaqa qimmat shampurlarga bo'lmaysan bu yoqqa. O'zing yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yaxshi, Ular rahmat. yetib turibdimi? Ha? Amallab turibmiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xavotir olma, ozroq qoldi, chiqib ketaman. Dadasi. Hamma joy kamera ekan, qarang. Shunday
Qichi olib shunday o'pib tashlagim kelyapti, lekin qo'rqyapman-da. Nimaga er-xotinlar ko'rishsa bunaqa kamera qo'yib qo'ygan? Dadasi, yaqinda suv tishligi kelaman. Endi keyingisiga shunaqa qilasan. Avotiraman menda ko'ryapsan ahvolni. Hammasi joyida va kuni bo'yi ishlayapmiz. Kechki payt tunnel qazyapman qoshiq bilan, qoshiqcha bilan. Rostdan. Voy, ham kunduzi ham kechasi ishlatyaptimi sizni? Ko'rdingmi, sanatoriyaga dam olgan, toqqa dam olgan chiqqanmi yo'q xotin? Arz qilaman, nimaga siz bunaqa ishlatyapti? Men o'zim qiynalganim o'zim bilay bo'ldi, hech kim hech narsa deyman. Yaqinda chiqaman. Dadasi, men bo'g'iz og'rimayaptimi? Yomon qilibdi. Ozgina hech narsa qilmayapman. Dadasi, tezroq chiqing. Sizni ko'rib men tamom bo'lib ketyapman. Bo'pti, shovqin ko'tarma, yana gaplashamiz. Xo'p, Xo'p, dadasi. O'z ehtiyot qiling. Bo'pti, vaqt tugadi o'zi. Bo'pti. Xo'p. Erimni qiynaydiganlarga ko'rsatib qo'yamanman. Jin ketadigan ayol emasman. Mani sevgim ne deyapti? Dedi, kiring. Qanaqa odamsizlar? Qanaqa odamsiz? Sizda vijdon degan, iymon degan narsa bormi, yo'qmi? Chuqur nafas oling, opa. Nima uchun vahima qilyapsiz, opajon? O'zimni bosolmayman ham, insofim ham yo'q. Nima qilib o'tiribsiz men bu yoqda? Erim bu yoqda qiynalib xorzor qilib tashlabsizlar-ku erimni. Nima qilib biz? Xorzor qilib tashlabsizlar. Ya kechirasiz, nega erizni biz xo'rzor qilamiz? Hech qanaqa ish erizni, bir tola soch to'kilmagan boshidan nima deyapsiz? Bitta soch to'kilman, kal qilib tashlabsizlar-ku bechorani Uni xorzor qilib. kallaga bir tog'asiga tortgandi, amakisiga tortgan naslida bo'lishi mumkin, opa. Bechora erimni xorzor qilib tashlabsizlar. Yo'q, opa. Ahvolini ko'rib Opa, menga qarang, bizni jazoni o'tash muassasasida hech kimni xafa qilmaydi bu yerda. Hammani o'zi belgilangan ishi bor, o'sha ishi bilan mashg'ul. Jazosini olish kerak. Siz nima meni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Bechora erimni ko'rib yig'lagandim. Yozib ketganman bunday. Здоровый mujik edi. Menga qarang, opa, endi so'lib bunday bo'lib qolganini ozodlikda yurgan odam bilan ozodlikda bo'lmagan odam farqi bo'ladi. Baribir o'yladi, siqiladi, sog'ingandan ozib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin biz sizni eringizni qiynaganmiz, yo'q, opa? Meni peshonamgacha jinni, sodda deb yozilmagan, xo'pmi? Meni ahmoq qilmang, xo'pmi? Ko'rganimga ishonaman. To'xtang, opa. Hozir ismi nima eringizni? Elbek. Familiyasi nima? Nima edi? Fayziyev. Elbek Fayziyev hozir. Qarang, qanaqa qiynab yotgan ekansizlar. Siz bilmaysiz, balki ishchilaringiz qilayotgandir, Siz men bu yoqda o'tirib oling. Men hammasi mening nazoratim ostida, hech kimga ortiqcha bosib bermaydi. Men bu yoqdan chiqib qarang, ko'ring siz oldin. Opa, o'zingizni bosing, opa. Tez bo'ling, qarang, men chidolmayman. Hozir sizdan arz qilib o'raman. Bechora erimning holini ko'rib qiynalib ketdi. Elbek Fayziyev. Mana Elbek Fayziyev. Hech qanaqa qiyin ish emas. Bittagina korobka qadoqlash, korobkani og'zini yopib, bitta skoch tortadi. Bo'ldi, boshqa qiyin ishi yo'q. Erizdi. Buni juda yaxshi bilaman. Kunduzi shunaqa ishda ishlaydi, kechasi-chi? Kechasi dam oladi. Qanaqasiga dam oladi? Kechasi bilan tunnel qazdirayotgan ekansizlar. Nima, meni bilmaydi deb o'ylayapsizlar? Bechora erim yig'lab gapirdi. Yana lapatka bilan qazdirsanglar mayli. Qoshiqcha berib qo'ygansiz. O qoshiqchada men o'qitayman-ku. Qanday qilib undanchi tunnel qazish mumkin? Siz jinnipin emasmisiz? Hey, qayoqqa? Yordamga. Voy, yordamga? Voy, shunday yaxshi inson ekan. Men bilmasdan dilini og'ritib qo'yibman. Voy. Beg'ubor soddagina ekan, formada bo'lsa ham yordamga yugurib ketdi-ya. Yaxshi inson ekan-ku. Dilini bekor og'ritib qo'ydi. Xullas, xalqimizda ajoyib bir naql bor. Bir ish boshlasang, u ishingni hatto xotiningga ham aytma deb mashoyixlar bekorga aytishmagan ekan. Xotin do'stdir odamga. Ularga vashi to'g'ri keladi. Vasling xumorman, husningni torman, chertkanda chalganda dutoring torman. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.